Toshkent shahrida qurilish bo'lmayotgan joylarda xonadonlar bormi? Boshqalarni bilmadim, lekin bizda bor. 6 sotuvlik fayzli xonadonimizni o'zini 5 xonasiga ega. Endi bitta holni ham xona hisobida oldik. Ichkari kirib alohida ko'rasizlar. Turgan manzilimiz qayerda? Bektemir tumani Yekota mahallasi bo'ladi. Mahallamizda mana shu xonadonlar hammasi namunali uylar, standart 6 sotuvdan 20 ga 30 bo'ladi. Juda ham keng xonadonlar, yaxshi qurilgan, ichlarida remontlari ham zo'r. Mebel texnikalari bilan shunday qoldirib ketilyapti. Videoni ko'rib tursanglar, narxini ham ichida aytaman, ya'ni xonadonimiz ichida. Mahallamizni ko'ramiz. Suv, gaz, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Keng mahalla, qo'shnilar ham ahil ekan. Xonadonimizni ketdik obzor qilamiz. Darvozaxonadan kiramiz. Bismillah. Kirib kelamiz, ko'rasizlar. Planirovka umuman o'zgartirilgan, keng bu yo'ligimiz qilingan. Chap tarafdan o'zim tapchanlik zonasi, asosiy binomiz bo'ladigan bo'lsa, o'tiradigan dashning stol qilib qo'yishibdi. Bu asosiy binomizga alohida keyin to'xtalamiz. Bu yoqda keng hovlimiz bo'ladigan bo'lsa, ko'rasizlar, kengligi ham bemalol bu yoqda alohida imorat tushirib yuborsanglar ham bo'ladi. Yashil zonasi, xohlasanglar basseyn qo'ringlar. Ko'pchilik endi shunaqa foydalangan, o'tda basseyn qilishgan. Mana buni ham sizlar to'g'rilab yuborsanglar bo'ladi. Suv napollari ham mana bitta sizlarga ko'rsataman. Yomon emas, ko'rasizlar, juda ham yaxshi. Bu yerdan alohida hojatxona tashqari uchun va kladovkalari mavjud bo'ladi. Sizlar bilan asosiy binoning ichiga kirib, sharoitlarni birgalikda ko'ramiz. Hovlidan asosiy binomizga kirib kelamiz. Juda ham katta hol, ko'rasizlar. Binomizda 4 ta xona bor, alohida hol. Holdan ham bemalol mana shunaqa dam olish zonasi o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Uголокning divani bor, bu yoqdan televizor zona qilingan, kartinkalariga ega, xullas neoklassik stildan chiqarilgan bejirim xonadonimizga qaranglar. Biz kirib keldik. Prixojamiz bo'lsa, o'ng tarafdan stroyniy garderob qilingan ekan, chiroyli holatda bo'lib turibdi. Oyog'imiz tagida mana shunaqa dumaloq o'zining gilamlari chiroyli holatda. Ketdik, o'ng tarafda biz oshxonani ko'ramiz. Bismillah. Oshxonamizni ko'rasizlar, o'zini o'tiradigan zonalari mavjud. Bu yoqda stroyniy mebellari, gaz plitalari, hammasi akkuratni chiroyli holatda bo'lib turibdi. Tashqariga qaragan derazalari ham mavjud. Shunday hovli ko'rinib turadi. Cho'plik pol mana shu liniyada bor, issiqqina bo'lib turadi. Dilar radiator tizimlariga ham ega. Xonadonimizni ko'rishda yana davom etamiz. O'sha katta holga yana qaytdik. Qaranglar, asosiy eshik bu yoqdan qoladigan bo'lsa, to'g'ri mehmonxonaga ketamiz. Bismillah. Mehmonxonamizga kirsak ham juda keng xona. Ko'rishingiz mumkin. Ranglar bejirimligi, pardalari chiroyli holatda bo'lib turibdi. Yorqin, nejniy, o'zini radiator tizimlariga ham ega. Ham televizorlarni qaranglar. Endi bu apparatlarni hammasini olib ketamiz deyishdi uy egalari, lekin mebellar shundoq qoladi. Ketdik, xonadonimizni ko'rishda yana davom etamiz. O'sha holga yana qaytdik. Hol orqali mana chap bilan yuradigan bo'lsa, yo'lak qilingan. Yo'lagimiz orqali yotoqxonalarga bitta o'tamiz. O'ng tarafdan boshlaymiz. Bu yoqda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ekan. Bu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar shu holatda qoladi. Radiatorlari bor, tashqariga qaragan derazalari mavjud. Bu yoqda ham garderoblar qilingan ekan va navbatdagi yon qismidagi xona bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Endi bu yerda hozir uy egalari o'tirishgan ekan, lekin rasmini shundoq sizlarga ko'rsatib ketamiz. Xo'p, endi chap tarafdagi asosiy mana yo'lakdan kirganimizda bu yoqda yana bitta yotoqxonamiz, qiz bola uchun mo'ljallab qo'ygan ekanlar, lekin mana bu ko'rib turgan kravatimiz ketadi dedilar. O'zining radiatori bor, tashqariga qaragan derazalari mavjud. Yengil asijit qilingan xonadonimizning remonti. Ketdik, qaranglar. Endi bu yerda umumiy hojatxona, yuvinish xonamiz alohida qilingan. Mana bu yuvinish xonamizga e'tibor berasizlar. Ko'rib turgan smesitillarni yangi olganman, $150 dan oshdi dedilar. Buni ham endi sizlarga ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Wi-Fi'lari o'rnatilgan. Bu yerda suv, gaz, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q joylar. Xonadonimiz Bektemir tumanida joylashgan namunali uylardan bittasi, remont holati juda ham yaxshi. Narxini bo'lsa $215,000 bilan baholashyapti. Kelinglar, gaplashinglar, bu narxlar ustida yana gaplashadigan joylari bor. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.